O'chir bo'ldi, to'xta ukam. Oting nima sani? Ulug'bek. Ulug'bek, necha yoshsan? 8. 8 yosh. Soatiga necha pul topasan? 400 ming. 400 ming soatiga. Mana shu joylarni hammasini o'zing tekisladingmi? Malades, mana bo'ladigan bola boshidan ma'lumdi bekorga yetishmaydi. 21 sotix yer 55 mingga savdoga qo'yildi. Yana sunnatiga ozgina kelishtirib beriladigan joy bor. Faqat bitta aybi bu yashashga, uchastka qurishga emas, molxona qursangiz ham bo'lmaydi. Endi ochiqni aytganim yaxshi. Bu joyga oke faqat fabrika qursangiz bo'ladi, zavodlaringizni qursangiz bo'ladi. Mana bu sement zavod. Mana bu yoqda shag'al zavod. Mana bu yoqda tekstilni. Xullas, yon atroflar hammasi zavod. Bu yoqqa 3 ta joydan kelsa bo'ladi. Rohatdan kelsa bo'ladi. Juma bozordan kelsa bo'ladi. Yangi O'zbekiston tarafdan kelsa bo'ladi. Xullas, manzilga keladigan bo'lsa, Toshkent viloyati, Yuqori Chirchiq, Nurli zamin MFEda shu yerimiz joylashgan. Agar siz ham ishlab chiqarish zavodingizni Toshkentdan tashqariga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, bundan ham kattaroq yerlarni qidirib yurgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Siz qidirayotganingizni albatta ko'rsatamiz.